Moshenniklar onlayn do'konda qanaqa pul topadi? Videoni boshlashimdan oldin like bosib qo'ying. Hozirgi paytda moshenniklar odamlarni aldashda har xil sxemalarni o'ylab topishgan. Misol uchun onlayn do'konda arzonga narsa joylab, oldin zaklad jo'nating, keyin tovarni jo'nataman deydi. Pulini olgandan keyin sizni blok qilib yuboradi. Yoki tovarini chiroyli rasmini qo'yib, yangi deb yozib qo'yadi. Sizga kelganda bo'lsa eski yoki umuman boshqa narsa bo'lib chiqadi. Ba'zilar o'zini klient qilib ko'rsatadi. Moshenniklardan saqlanish uchun pulini mana shu sayt orqali oling deb sizga silka tashlaydi. Sayt ishonchli ko'rinadi, lekin karta raqamingiz va SMS kodni kiritishingiz bilan kartangizdagi hamma pullarni yechib olishadi. Moshenniklar odatda odamni shoshiltirib, tez qaror qabul qilishga majbur qilishadi. Bunaqa muammolardan qutulish uchun Mango ilovasidan foydalaning. Chunki bu ilovada faqat yaqin atrofdagi e'lonlarni ko'rasiz. Shu uchun ham uzoqqa borish, dastavka qilish degan muammolar yo'q. Eng muhimi, telefon raqamingiz va shaxsiy ma'lumotlaringiz ko'rinmaydi. Hammasi faqat ilova ichidagi chat orqali bo'ladi. Keyin bo'lsa bemalol yuzma-yuz ko'rishib, tovarni ko'rib, savdolashingiz bo'ladi. Yaqinlaringiz moshenniklarga aldanib qolmasligi uchun videoni maksimal tarqating.